Uch toifa odamning namozi maqbul bo'lmaydi. Bironta yaxshilik osmonga ko'tarilmaydi. Qochoq qulning to xo'jayinlariga qaytib qo'lini ularning qo'llariga qo'ymagunicha, erini g'azablantirgan, norozi qilgan ayolning to eri undan rozi bo'lmagunicha va mastning to o'ziga kelmagunicha, kayf tarqamaguncha. Ibn Hibbon hamda Ibn Huzayma rivoyati. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: eri hozir bo'lgan safarida bo'lmagan ayolga erining ruxsatsiz roza tutishi va uning iznisiz birovni uyiga kirishiga izn berishi halol emas. Buxoriy rivoyati. Ushbu hadis sharifdagi hukm ixtiyoriy, nafr rozalarga taalluqli bo'lib, erining haqqi ulug' va itoati vojib bo'lgani bois undan izn so'ramay turib xotini roza tutishi mumkin emas deyilmoqda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: agar biron bandani boshqa bir bandaga sajda qilishga buyurgan bo'lganimda, shubhasiz xotinni eriga sajda qilishga buyurgan bo'lardim. Tirmiziy rivoyati. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhudan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Alloh subhanahu va taolo eriga noshukrlik qiladigan xotinga qaramaydi, holbuki u eridan behojat emas. Nasai hamda Bazzor rivoyati. Ibn Mojah hamda Tirmiziylar tomonidan rivoyat qilingan hadisda Ummu Salama radhiyallohu anha payg'ambar alayhisalomdan shunday deydilar: qaysi ayol vafot etsa-yu, eri undan rozi bo'lsa, jannatga kiradi. Rivoyat qilinadiki, ayol qiyomat kuni birinchi bo'lib namozi va eridan so'raladi. Rivoyat qilinishicha, ayol uydan chiqsa-yu, eri norozi bo'lsa, yoqtirmasa, to uyiga qaytgunicha osmondagi barcha farishtalar hamda insu jindan tashqari u yonidan o'tgan har bir narsa unga la'nat aytadi. Ayol erining noroziligini istashi, g'azablantirishdan saqlashi va eri uni xohlagan vaqtida bosh tortmasligi lozim. Zero payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, agar er o'z hojati uchun choralasa, garchi xotini o'choq boshida bo'lsa ham kelsin. Tirmiziy, Nasai hamda Ibn Hibbon rivoyati. Ulamolar aytadilarki, magar ayol uzrli, hayz yoki nifos ko'rgan bo'lsa, erining chaqirig'iga javob bermasligi lozim. Shuningdek, er ham ayoli uzrli bo'lgan vaqtda bu ishni talab qilmasligi va uzrli holati tugab g'usl qilmagunicha unga yaqinlik qilmasligi darkor. Zotan Alloh taolo aytganki, bas, hayz paytida ayollaringizdan chetlaningiz va to poklanmagunlaricha ularga yaqinlashmangiz. Baqara surasi 222-oyat.